Assalomu alaykum. Efirda Iqtisod 24. Dasturimiz avvalida shahlarimiz mavzusi bilan tanishing. O'zbekistonlik tadbirkorlar Ashxobod va Dubay shaharlarida bo'lib o'tgan xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etdilar. Bozorlarda nazorat tarozilari qanday ishlayapti? Ularning aniqligi tekshiriladimi? Ba'zi tarozlarimiz me'yoriy hujjat talablariga javob bermaganligi sababli ta'mirlanib, qiyoslash guvohnomalari rasmiylashtirildi. Moliyaviy piramida shaklidagi reklamalardan ogohlik, qisqa muddatda yuqori daromad va'da qiluvchi firibgarlar uchun qonunchilikda qanday javobgarlik bor? Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ekspertlari tomonidan banklarning faollik indeksi o'rganildi. Yirik banklar reytingida salbiy o'zgarishlar ko'p bo'lgan bo'lsa, kichik banklar reytingida esa ijobiy o'zgarishlar qayd etildi. Iqtisodiy dayjest. O'zbekistonda birlamchi va ikkilamchi uy-joylar arzonlashmoqda. Maqtanishga yo'ymangu, lekin O'zbekiston turizmi hamisha trendda bo'lgan. Biroq ma'lum davrlar mobaynida mavjud potensialning o'zidan foydalanilgan va shundan tushgan daromadning o'zi bilan kifoya qilingan xolos. Ochig'i bunday yondashuv tizim rivojini jiddiy orqaga tortdi. Biron bir sohadan, ayniqsa turizmdan katta daromad olish uchun uni zamon zayli va talablariga mutanosib rivojlantirish darkor. Jozibadorligini muttasil oshirib borish lozim. Qolaversa, tarmoqqa yo'naltirilgan har qancha mablag' albatta o'zini oqlaydi. Ta'biri joiz bo'lsa, qisqa vaqtda bir necha barobar ko'p foyda keltira boshlaydi. Aks holda sayyohlar qiziqishi va oqimi keskin pasayishi mumkin. Shu nuqtai nazardan so'nggi yillarda yurtimiz hududlarida barcha servis xizmatlarini mujassam etgan yaxlit sayyohlik tizimi shakllantirilmoqda. Infratuzilma va kommunikatsiyalar zamonaviy asosda takomillashtirilyapti. Misol qilib birgina Xivani olaylik. Sir emas, ilgari hudud turizmi haqida gapirilganda ko'pchilik faqat Ichan qal'ani xayolga keltirar edi. Keyingi vaqtlarda bu boradagi qarashlar butunlay o'zgardi. Sayyohlar uchun 40 dan ortiq turistik yo'nalishlar ishlab chiqildi va ularning umumiy soni 100 taga yetdi. Sohadagi o'zgarishlar hisobiga viloyat turizm xizmatlari eksporti 2017-yildagi 7 million dollardan o'tgan yilda 380 million dollarga yetdi. Prezidentimizning viloyatga tashrifi davomida ochilgan Arda-Xiva majmui ham soha taraqqiyotini namoyon etuvchi muhim va muvaffaqiyatli loyiha sifatida baholanmoqda. Kompleks ochilishida ishtirok etgan prezidentimiz viloyatda keng quloch yoygan o'zgarishlar, avvalo aholi daromadlarini oshirish, turmush darajasini yaxshilashga qaratilganligini ta'kidladi. Tashrif davomida mamlakat rahbariga hududda amalga oshirilishi ko'zda tutilayotgan yirik va istiqbolli investitsion loyihalar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Yaqin istiqbolga mo'ljallangan chora-tadbirlar haqida batafsil informatsiya olish maqsadida biz studiyaga ekspert taklif qilganmiz. Suhbatdoshim iqtisod fanlari doktori professor Nodirbek Rasulov. Mamlakatimiz rahbarining Xorazm viloyatiga tashrifi tafsilotlari va ahamiyati xususida fikringiz. Mamlakatimizdagi o'sha viloyatlar turli xil o'zining xususiyati bilan keskin bir-biridan ajralib turadi. Mana jumladan o'sha Xorazmni oladigan bo'lsak, Xorazm bizim mamlakatimizdagi o'sha logistika zanjirlarida ma'lum bir ma'noda uzilganligi yoki aytaylik poytaxtdan uzoqroq joylashganligi bu bitta tomoni. Ikkinchidan o'sha ma'lum bir iqtisodiy resurslardan cheklanganligi hamda yoz juda ham issiq kelishi, qish juda ham sovuq kelishi nuqtai nazaridan boshqa viloyatlarimizdan o'zini bir nozik jihatlari bilan ajralib turadi. Shunga qaramasdan mana o'sha davlatimiz rahbari Xorazmga borganlarida bitta narsaga alohida e'tibor qaratildi. Aynan Xorazm 2024-yilda kichik biznes rivojlantirish yili bo'lganligiga alohida to'xtalib o'tdilar-da. 2024-yilda o'zida 7000 ga yaqin yangi tadbirkorlik subyektlari ish boshlaganligi yoki aytaylik 47 taga yaqin korxonalar kichik korxonadan o'rta korxonaga o'tganligi yoki 10 ga yaqin o'sha tadbirkorlik subyektlarining aylanma mablag'lari 200 milliarddan oshganligiga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yil Xorazm viloyatida kamida 6% iqtisodiy o'sishni ta'minlash rejalashtirilgan. Ko'zlangan natijaga nimaning hisobiga erishish mumkin? Haqiqatan ham mana davlatimiz rahbari o'sha tashrif buyurganlarda eng avvalambor e'tibori kichik va o'rta biznesga, shu bilan birgalikda turizmga alohida e'tibor qaratildi. Mana o'sha davlatimiz rahbari aytdilarki, mamlakatimiz turizm eksport salohiyati bo'yicha yiliga 10 milliard AQSh dollari imkoniyatimiz bor ekan mamlakatimizda. Shuni 2 milliard dollarga yaqini Xorazmga to'g'ri kelar ekan. Lekin davlatimiz rahbari o'sha ma'lum bir iqtisodiy ko'rsatkichlarni aytayotgan paytda aytdilarki, mana Xorazm shu 2 milliard, ya'ni yiliga 2 milliard dollarlik salohiyati bo'lishiga qaramay 2024-yilda 400 million dollar atrofida demak turizm eksport qilganligi yoki mamlakatda o'sha 2024-yil juda katta imkoniyat bo'lishiga qaramay 1 million 300 ga yaqin turistlarni jalb qilganligi, ya'ni bu sohada juda katta imkoniyat bor. Tasavvur qiling, 2 milliard dollarga yaqin imkoniyati bor, lekin 400 million dollar
bu degani 5dan 1 bor deganida turizm imkoniyatlari nuqtai nazaridan mana 2025 yil bu yil joriy yilda 200 million dollarga yaqin mablag'i aynan shu turizmni rivojlantirishga sarflanishi yoki aytaylik Xorazmda o'sha sanoatni rivojlantirish, kichik o'rta biznesga imkoniyat yaratish maqsadida 9 million dollarlik loyihalarni amalga oshirish hududlarda bunga alohida e'tibor qaratiladi. Yana bitta muhim jihati siz to'g'ri aytdingiz. Davlatimiz rahbari aytdilarki, viloyat rahbariga va 13 ta tuman hokimiga har bir tumandagi bor imkoniyatni loyihaga aylantirasan. Ya'ni bilamiz, har bir tuman o'ziga xos xususiyatlari bor, ya'ni o'sha o'sish nuqtalari bor-da, shu o'sish nuqtalarini amaliy loyihalarga aylantirish bo'yicha ko'rsatma berilib, Xorazmni iqtisodiy o'sish nafaqat 6.5, balki undan ham yuqori bo'lishi mumkin va yangi o'rinlar yaratish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilib, Xorazmda juda ham katta imkoniyatlar bor. Boyagi biz aytgan logistika zanjiridan uzoqroq yoki iqtisodiy resurslar demak kamroq bo'lishiga qaramay, mana o'sha turizm masalasi yoki aytaylik o'sha tadbirkorlik masalasi, sanoatni ma'lum bir sohalarni rivojlantirish, yana muhim jihati sanoatda ishlab chiqarilgan mahsulotda aytaylik o'sha Yevropaga olib chiqib ketish imkoniyatlari ham Xorazmda yaxshi bo'lganligini yoki borligini demak davlatimiz rahbari ko'rsatib o'tdilar. Bu o'sha yuqorida aytgandek Xorazmda yashayotgan aholining turmush darajasiga, ularning daromadliligiga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chindan ham mazkur hafta muhim iqtisodiy voqeliklarga boy bo'ldi. Shubhasiz Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro sanoat yarmarkasi shular sirasidan. Undan ortiq mamlakatning 400 ga yaqin kompaniyalarini jamlagan Innaprom Markaziy Osiyo forumi mahalliy hamda xorijiy kompaniyalarga asosiy muzokaralar maydoni va industrial potensiallarini namoyish etish uchun juda qulay imkoniyat yaratdi. Mutaxassislar fikricha, ushbu ko'rgazma istiqbolli biznes g'oyalar generatsiyasiga va ko'lamli qo'shma loyihalar ijrosi uchun jiddiy turtki bergani bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa shaxsan mamlakat rahbarining tashrifi forum nufuzi, soni va sifat dinamikasini oshirdi. Ta'biri joiz bo'lsa, skeptik sarmoyadorlarning ikkilanishlarini chetga surib qo'ydi. Zero har qanday investor kafolatli bozorga intiladi va ishonch hosil qilgandagina pul tikadi. Anjuman ishtirokchilari istiqbolli shartnomalar tuzish barobarida O'zbekistonning iqtisodiy rivoji omillari bilan tanishdilar. Shundan bo'lsa kerak, hamkorlik qilish istagini bildirgan xorijiy sheriklar soni ham anchagina. Erishilgan kelishuvlar ham salmoqli. Aslida tashkilotchilarning maqsadi ham shu edi, ya'ni ko'rgazma doirasidagi tadbirlar vositasida xalqaro va tarmoqlar aro kooperatsiyani kengaytirish, sanoat majmualari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqarishni rejalashtirish hamda buyurtmalar portfelini shakllantirishdan iborat. Xo'sh, ko'zlangan maqsadga qay darajada erishildi? Yaqin istiqbolda qanday amaliy natijalarni kutish mumkin? Ana shu va ko'pchilikni qiziqtirayotgan boshqa savollarga javob olish uchun yana ekspertimizga yuzlanamiz. 5-marta o'tkazilgan forumning bu galgisi qaysi jihatlari bilan farq qildi? Kelishuvlar qanchalik manfaatli va qanday natijalarni kutish mumkin ulardan? Davlatimiz rahbari mana shu ko'rgazma bilan yaqindan tanishib, ko'rgazmani 4 ta muhim jihatiga alohida e'tibor qaratildi. Dunyoda hozirgi iqtisodiy tebranishlar ketayotgan yoki ma'lum bir savdo o'yin qoidalari o'zgarayotgan paytda aynan Markaziy Osiyo savdo ko'rgazmasini tashkil etilishi bu alohida bir o'ziga xos xususiyat bilan ajralib turishini, ya'ni eng muhim jihati iqtisodiy kooperatsiyaga juda ham yaxshi muhit yaratilayotgan, ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida iqtisodiy kooperatsiyaga juda ham yaxshi muhit yaratilganligini alohida ta'kidlab o'tildi. Bu birinchisi. Ikkinchida aynan mana shu sanoat ko'rgazmasi orqali yangi g'oya va loyihalar amalga oshirilishini ta'kidlab o'tildi va uchinchisi aynan xuddi shunaqa savdo ko'rgazmalari orqali yirik o'sha ishlab chiqarish loyihalari, yirik investitsion loyihalar amalga oshirilishi va to'rtinchisi aynan shu mamlakatlarning bir-biriga bo'lgan ishonchi orqali uzoq va strategik hamkorlik yo'lga qo'yilishini alohida ta'kidlab o'tildi. Endi siz haqiqatan ham to'g'ri savol berdingiz. Buni aytaylik, O'zbekistonga nima ahamiyati bor yoki Markaziy Osiyo davlatlariga qanaqa ahamiyati bor? Mana bilamiz, keyingi paytlarda aynan shu Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning kuchayishi natijasida juda ham ko'plab sohalarda hamkorlik yo'lga qo'yildi. Mana shu sanoat ko'rgazmasida 5 ta milliy pavilyon ishga tushdi. Demak, O'zbekistonniki, Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'iziston. Davlatimiz rahbari savdo pavilyonlari bilan tanishdilar. Bu yerda mana shu O'zbekistonni 100 ga yaqin, demak, korxonalar tomonidan 500 ga yaqin, demak, mahsulotlari ham ko'rgazmada qo'yildi. Sanoat
ko'rgazmasida hududlar o'rtasida ham shartnomalar tuzildida Ozod aka. Mana Rossiya bilan 15 taga yaqin shartnoma kelishuvlar imzolandi. Ayniqsa o'sha hududlarni, masalan, Toshkent viloyati, Navoiy viloyati, Namangan, Farg'ona viloyatlarini bilan o'sha Rossiyaning ma'lum bir manfaatlari to'g'ri kelgan viloyatlar, bu hududlarning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratiladi. Yana bitta muhim jihati, Belarusiyani televideniyasida O'zbekistondagi mana shu bo'layotgan Markaziy Osiyo yarmarkasi to'g'risida juda ham ijobiy yangiliklar berdi. Belorussiya o'zining qishloq xo'jaligi texnikalari bilan go'sht va sut mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni qayta ishlash bo'yicha bir qancha imkoniyatlari bor. Shu imkoniyatlarni olib kelib ishga solish va ular aytayaptiki, biz tayyor mahsulot sotish bilan birgalikda O'zbekistonda o'zini o'sha ishlab chiqarayotgan korxonalarning filiallarini ochish masalasi qo'yilyapti. Bu ham men o'ylayman o'sha davlatimiz rahbari aytib o'tgan iqtisodiy kooperatsiyani eng muhim jihatlari. Chunki mana davlatimiz rahbari juda ko'p minbarlardan gapirganda shu sanoat kooperatsiyasiga juda katta alohida e'tibor qaratiladi. Bunday sanoat ko'rgazmalarining tashkil etilishi mamlakatimizdagi bor imkoniyatlarni yanada ishga solish, qolaversa eng hozir biz aytgan hamkor davlatlarni zamonaviy texnologiyalarni, investitsiyalarni demak mamlakatimizga kirib kelishiga juda ham katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bunday sanoat ko'rgazmalari tashkil etilishi mamlakatimizning eksport salohiyatini ham oshiradi. Biz 2030-yilgacha juda katta maqsadlarni qo'yganmiz. Bu maqsadlarni amalga oshirishda juda muhim bir vosita, omil bo'lib xizmat qiladi. Batafsil tahlillaringiz uchun rahmat. Eslatib o'tamiz, doimiy ekspertimiz iqtisod fanlari doktori, professor Nodirbek Rasulov. Yil boshidan beri mamlakatimizda investitsiya va eksport ko'rsatkichlari ijobiy bo'ldi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, mart oyigacha 2.8 milliard dollarlik tovar va xizmatlar eksport qilindi. Ayniqsa, zargarlik mahsulotlari eksporti o'tgan yilga nisbatan 7 barobar, kimyoda 1.7 marta, elektrotexnika va oziq-ovqatda 1.2 barobar, turizm xizmatlari 1.6 barobar o'sgan. Bu borada xalqaro ko'rgazmalar eksport darvozasini ochuvchi kalit hisoblanadi. Qolaversa, jahon miqyosida ishtirok etish korxona yoki kompaniya imijini oshiradi. Shuni ham ta'kidlash joizki, oxirgi yillarda xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etayotgan tadbirkorlarga qator imtiyozlar ham yaratildi. Jumladan milliy brend ostidagi ishtiroki uchun ularga stend ijarasi, logistika, safar xarajatlari ham qoplab berilmoqda. Mazkur imtiyozlar samarasi o'zini uzoq kuttirmadi. Aprel oyida 100 dan ortiq yurtimiz ishbilarmonlari o'z mahsulotlari bilan nufuzli ko'rgazmalarda ishtirok etishdi. Muxbirimiz mavzuni aniq misollar asosida davom ettiradi. O'tgan aprel oyi yurtimiz ishbilarmonlari uchun samarali bo'ldi deb ayta olamiz. Sababi ular turli davlatlarda tashkil etilgan xalqaro ko'rgazmalarda milliy mahsulotlarimiz bilan ishtirok etdilar. Ashxobodda bo'lib o'tgan ko'rgazmada farmatsevtika, oziq-ovqat mahsulotlari namoyish etildi. Ko'rgazma ikkala davlat uchun ham manfaatli bo'ladi. Turkmaniston xalqi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga juda katta qiziqish bildirmoqda. Statistikaga qaralsa, xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etgan kompaniyalarning eksport hajmi keyingi yillarda o'rtacha 20-30% oshgani qayd etilgan. Yaqinda Dubayda bo'lib o'tgan ko'rgazmada ham yurtimiz tadbirkorlari qatnashdilar va 5 million dollarga teng eksport oldi shartnomalar imzolandi. O'zi har doim shunaqa yangi davlatga kelganimizda bilmaymiz qaysi mahsulotimizga talab katta bo'ladi. Amin bo'ldikki, juda ko'p qiziqish aynan asal mahsulotiga va quruq meva mahsulotlariga bo'lyapti. Hozirgi kunda biz bir nechta supermarket zanjirlari bilan gaplashdik. Yaqin kunlarda eksportni boshlaymiz Dubayga ham. Ko'rgazmalarda ishtirok etish kompaniya, korxonalarning imijiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki jahonga chiqish uchun o'z mahsulotini jahonga ko'rsata olish lozim. O'zbekiston eksportchilar uyushmasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda o'zbekistonlik tadbirkorlar yana 10 dan ortiq davlatlarda tashkil etiladigan ko'rgazmalarda o'z mahsulotlari bilan qatnashishlari rejalashtirilgan. Ular orasida Qatar, Singapur, Buyuk Britaniya ham bor. Xalqaro ko'rgazmalarda meva-sabzavotlar, milliy oziq-ovqat va tekstil mahsulotlarini namoyish etish mo'ljallangan. Bugungi kunda ichki va tashqi bozorlarda raqobat nihoyatda kuchli. Unga bardoshli va samarali faoliyat yuritish uchun esa reklama sanoati muhim vositalardan biri. Biroq mahsulotlar xaridorligini oshirishning belgilangan tartib-taomillari mavjud. Xo'sh, bugun O'zbekistonda yuridik va jismoniy subyektlar tomonidan sohaga oid qonunchilikka qay darajada rioya qilinyapti? Raqobat qo'mitasi tomonidan reklama bozorini tartibga solish borasida qariyb 45 mingta o'rganish o'tkazilgan. Ana shu va boshqa faktlar bilan navbatdagi sharhimizda tanishishingiz mumkin.
Reklamalar soni kundan kunga ortib bormoqda. Televideniyada, internetda, ko'chada, telefonlarda. Ayniqsa so'nggi paytda onlayn savdolar ko'paygan sari ijtimoiy tarmoqlarda katta va ishonchli kompaniyalar bilan bir qatorda qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar jarangdor nomlar ostida sifatsiz tovarlarni sotib daromad ham ko'rmoqdalar. Bu sizningcha to'g'rimi? Ba'zi odamlar reklama qilinayotgan mahsulot yoki tovar yaxshi bo'lgani uchun emas, balki u pul to'langani uchun maqtalayotganini mohiyatan to'la anglashmaydi. Bu borada biz poytaxtimiz aholisi orasida so'rovnoma ham o'tkazdik va yurtdoshlarimizga reklama qilingan mahsulotlarni sotib olganmisiz deb murojaat qildik. Dorilarni bilmadim-u, lekin oziq-ovqat mahsulotlari umumiy kundalik uchun ishlatiladigan mahsulotlar ishonchli. O'zim bo'yim past bo'lgani uchun bo'y o'stiradigan dori olgandim. Effekt bermadi. Ishonchim yo'q qoldi. Yo'q. Ishonmayman chunki onlayn hech narsa sotib olishga. Har xil reklama bor-da, ishonchsizi bor. Reklamada 100% haqiqat bo'lmasa ham 90% haqiqat. Badiiy uslubda ham bor-da bo'rttirish. Reklamada ham 100% bo'ladi. Haqiqiy narsa reklamaga muhtoj bo'lmaydi, asl narsa. Albatta fikrlar turlicha, tanlov hammaning o'zida. Reklamani shunchaki ishonib qabul qilish emas, balki tahlil qilish ham kerak. Reklama tadbirkor uchun zaruriy vosita, u orqali daromad keladi. Demak, bu borada reklamalar orqali targ'ibot to'g'ri yo'lga qo'yilishi kerak. Ya'ni mazmuni haqiqatga mos bo'lsin. Shu o'rinda ma'lumot raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan ijtimoiy tarmoq va boshqa axborot resurslarida e'lon qilinayotgan reklamalarning qonunchilik talablariga mosligi doimiy ravishda o'rganib borilmoqda. Qo'mita tomonidan qariyb 8000 ga yaqin monitoring o'tkazilgan bo'lsa, shundan 182 ta holatda o'sha Vazirlar Mahkamasining 225-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga asosan ish qo'zg'atilgan va tegishli tartibda chora ko'rilgan. 2 milliard 300 million so'mga yaqin moliyaviy jarimalar qo'llanilgan. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'payib ketdiki, pulingizni ko'paytirib beramiz yoki bo'lmasa har xil turdagi moliyaviy piramidalar, mikroqarzlar, lombardlar bugungi kunda juda ham reklamasi ko'payib ketdi. Qonunchilik talabi asosida shartnomalarning muhim sharti ochib berilmaganligi sababli noto'g'ri deb topilgan. Bazaviy hisoblash miqdorining 70 baravar miqdorida moliyaviy jarima solishga sabab bo'lgan. Reklama davlat tilida bo'lishi shart. Shuningdek, har qanday mahsulotning reklamasiga eng so'zini qo'shib aytish taqiqlangan. Tashqi reklamalarni berilayotganda tadbirkorlik subyektlarimiz tomonidan boshqa tillarda berish holatlari juda ko'p kuzatiladi. 1020 taga yaqin tadbirkorlik subyektlarga shunaqa holatlar bo'lganda 400 ga yaqini o'z bartaraf etilgan, bartaraf etilmaganlar bo'yicha ko'rsatmalar berganmiz. Reklamaga qonun tomonlama davlat tomonidan taqiq o'rnatilmagan. Uni faqat reklamani joylashtirish tartibiga rioya etgan holda joylashtirish belgilab qo'yilgan. Degan so'zni ko'p ishlatilgan bo'lib qoldi tadbirkorlar. Bu birinchidan boshqa raqobatchini faoliyatiga putur yetkazish, go'yoki u undan eng zo'ri degan ma'noni bildiradi. Bu qonunchiligiga zid hisoblanadi, chunki raqobat shaffof bo'lishi kerak. Shunaqa holatdan kelib chiqib 5 ta tadbirkorlik subyektiga qaror bilan tasdiqlangan nizom asosida ko'rsatma berilib, moliyaviy jarima qo'llanilgan. Reklama orqali har bir tadbirkor ishlab chiqarayotgan mahsulotlari yoki xizmatlarining afzallik jihatlarini ko'rsatadi. Ammo iste'molchini o'ziga jalb qilib olishda to'g'ri va halol yo'lni tanlash maqsadga muvofiqdir. Har bir savdo va xarid xoh u bozorlarda bo'lsin, xoh savdo majmualarida ishonchga asoslanishi kerak. Iste'molchi faqat sifatli mahsulotni emas, balki adolatli xizmat va to'g'ri vaznni ham talab qiladi. Savdo nuqtalaridagi nazorat tarozilari esa shaffoflikni ta'minlovchi vositadir. Gap sizu biz deyarli hamisha xaridlarda foydalaniladigan tarozilar haqida ketayotganini ilg'adingiz. Tasavvur qiling, agar har bir xariddan 50-100 grammdan urib qolinsa, umumiy hisobda qancha ziyon keltiradi. Birinchi o'rinda halol tadbirkorlar zarar ko'radi. Iste'molchining bozorga bo'lgan ishonchi pasayadi. Lobar Mirsoatova bozorlardagi nazorat tarozilari, ularning ishlashi va o'lchov vositasi haqida aholining qanchalik xabardorligi bilan qiziqdi. Bozorning o'z qonun qoidalari bor. Bu savdo madaniyati, xushmuomalalik, halollik va to'g'rilik. Azaldan yoshi kattalar bozorlarda tosh tarozini to'g'ri qo'yishni, birovning haqqiga ko'z olaytirmaslikni uqtirishgan. Avvallari qo'l tarozilari ishlatilgan, ammo endilikda barcha dehqon bozorlarda, savdo majmualarida elektron tarozilar ishlatilmoqda. Ammo ularning aniqligiga shubha bilan qaraydiganlar mana bunday nazorat tarozilaridan foydalanishlari va o'zlari ham xarid qilgan mahsulotlarini tortib tekshirib ko'rishlari mumkin. Nazorat tarozida o'lchayapsiz, ishonmadingizmi? Sotuvchiga? Yo'q, ishondim. Baribir o'zim uchun tekshirib qo'yibman. To'g'ri ekanmi? To'g'ri. Shu o'rinda savol, nazorat tarozilaridan aholi muntazam ravishda foydalanadimi? Yo'q, foydalanmadim. O'zligiga ishonaman deb insof o'ziga bersin. Bozorda nazorat tarozilari bo'ladi deb foydalanganmisiz? Yo'q, foydalanmaganman. Va borligini bilasizmi? Ha, borligini bilaman, ha. Yo'q, birinchi marta eshitdim.
Qonunchilikka ko'ra, tarozilar va boshqa o'lchov vositalari 3 va undan ko'p ish o'rinli oziq-ovqat do'konlarining savdo zallarida nazorat tarozilari o'rnatilishi lozim. Maydoni 1,5 kvadrat metr va undan ortiq bo'lgan savdo zallarida nazorat tarozilari 2 joyda o'rnatiladi. Bozorlarda esa ko'proq. Har bitta sektorimizga nazorat tarozisi ta'minlaganmiz. Ma'muriyatimizning qoshida bo'lim bor, tarozixona. Tarozilarni kechasi suvontlantiriladi va ertalab tarozilar tarqatiladi. Bizlarda ikkita tarozibon bor. O'sha tarozibonimiz aldov yo'llari qilinmaganmi yoki to'g'ri noto'g'ri ishlash yo'li nosozligi bormi yo'qligini aniqlab ko'rib tekshirib chiqadi. Mazkur laboratoriyada 1 milligramdan 2 tonnagacha bo'lgan tarozi toshlari hamda 200 tonnagacha tarozilar metrologik tekshiruvdan o'tkaziladi. Barcha tarozilar yilda bir marotaba qiyoslashdan o'tkazilishi shart. Toshkent shahrimizda supermarketlardagi tarozilar navbatdagi metrologik tekshiruvdan o'tkazildi. Ba'zi tarozilarimiz me'yoriy hujjat talablariga javob bermaganligi sababli ular ta'mirlanib, qaytadan metrologik tekshiruvdan o'tkazilib, qiyoslash guvohnomalari rasmiylashtirildi. Bu tarozilarni ko'rsatkichi namunaviy taroz toshlarni qo'yganimizda, masalan, 1 kiloni qo'ysak, bo'lishi mumkin 10 gram yoki 20 gram minus plus ko'rsatishi mumkin. O'shanisini ta'mirlovchi korxonalar tomonidan ta'mirlanib, qayta metrologik tekshiruvdan o'tkaziladi. Temir yo'l tarozilari bor. Keyin avtomobil tarozilari bor. Avtomobil tarozlarimizga o'zimizning maxsus mashinamiz bor. O'sha namunaviy o'lchash vositalari bilan ta'minlangan, joyiga chiqqan holda metrologik tekshiruvdan o'tkaziladi. O'zimizning ham namunaviy o'lchash vositalarimizni 1 yilda bir marta metrologik tekshiruvdan o'tkaziladi. O'zbekiston milliy davlat etaloni xorijiy etalonlar bilan solishtirib turiladi. Savdo jarayonida to'g'rilik va ishonch muhim. Ishonch bor joyda esa albatta baraka bo'ladi. Shuning uchun ham savdo joylarida nazorat tarozilari o'rnatiladi va ularning aniqligi tekshirib boriladi. Xalq orasida tarozi nafaqat og'irlikni, balki insofni ham o'lchaydi degan ibora bejiz aytilmagan. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi 2025-yilning 1-choragi uchun banklar faolligi indeksi natijalarini e'lon qildi. Har chorakda tayyorlanadigan ushbu tahliliy hisobot orqali banklar faoliyatini baholash, xususiy sektorning moliya bozoridagi ishtiroki, bank islohotlari va transformatsiya jarayonlarining samaradorligini kuzatish imkoni yaratiladi. Sohiba Toshqulova o'z sharhida banklar faolligi reytingi bilan tanishtiradi. Reytingda mamlakatimizdagi 35 ta tijorat banklari faoliyati yirik va kichik banklar guruhiga ajratilgan holda tahlil qilingan. Natijalar bank sektori umumiy ko'rsatkichlari 2024-yilning mos davriga nisbatan o'sgan bo'lsa-da, ayrim yirik banklar faolligida pasayish qayd etilganini ko'rsatmoqda. Birinchi chorak reytingida guruhlar tuzilmasida ham o'zgarishlar yuz bergan. Xususan, kichik banklar toifasidagi 3 ta moliya muassasasi o'z ko'rsatkichlarini yaxshilagan holda yirik banklar guruhiga o'tgan bo'lsa, 4 ta moliya tuzilmasi esa kichik banklar ro'yxatiga kirgan. Kelishilgan reglamentga ko'ra, aktivlari bank tizimi jami aktivlarining kamida 1% hozirgi kunda bu 7 trillion so'm tashkil etadi va respublikaning kamida 3 ta hududida filiallariga yoki bosh bank ofislariga ega bo'lsa, ushbu banklar yirik banklar sarasiga kiradi. Ushbu chorakda 4 ta yangi bank kichik banklar sarasiga kirdi. 2025-yilning 1-choragi kichik toifadagi 15 ta bank faoliyati uchun sezilarli faollikda kechgan. Tahlillarga ko'ra, ulardan 7 tasi bir qator moliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha ijobiy natijalarni qayd etmoqda. Joriy yilning 1-choragi tahlillariga ko'ra, yirik banklar reytingida salbiy o'zgarishlar ko'p bo'lgan bo'lsa, kichik banklar reytingida esa ijobiy o'zgarishlar qayd etildi. 2025-yilning 1-choragida O'zbekistondagi 15 ta kichik banklar orasida 7 ta bank o'z pozitsiyalarini yaxshiladi. Banklar faolligi indeksi mamlakat moliya bozorining holatini baholashda muhim ko'rsatkichdir. U orqali islohotlar samarasi, raqobat muhiti, xususiy sektordagi o'sish sur'ati va boshqaruv sifati haqida aniq xulosalar olish mumkin. Moliyaviy barqarorlik esa iqtisodiy taraqqiyot va investorlar ishonchi uchun muhim asos hisoblanadi. Soliq qo'mitasi ma'lumot qilishicha, O'zbekistonda elektron xizmatlar ko'rsatuvchi 68 ta xorijiy kompaniya tomonidan 2025-yilning 2-choragida 36.2 milliard so'm soliq to'langan. Ushbu ko'rsatkich 2024-yilning mos davriga nisbatan 1.5 barobar ko'p. To'langan soliqlarning 94.5% elektron xizmatlar ko'rsatuvchi 10 ta xorijiy kompaniyalar hissasiga to'g'ri kelgan. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan o'tkazilgan tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekistonda birlamchi va ikkilamchi uy joylar arzonlashgan. Ko'chmas mulk bozoridagi faollik ketma-ket 2-oy pasayishda davom etmoqda. Xususan, mart oyida tuzilgan bitimlar hajmi 8.8% ga kamayib, 20.4 mingtani tashkil etgan.
O'zbekiston Markaziy banki mikroqarzlar bo'yicha ayrim talablarni kuchaytirmoqda. Unga ko'ra, jismoniy shaxslarga beriladigan mikroqarzlarning ulushi banklarning umumiy kredit portfelining 25% dan, mikroqarz berishda qarz yuki ko'rsatkichi 50% dan oshmasligi kerak. Yangi tartib joriy yilning 24-iyulidan kuchga kiradi. 2025-yil 1-maydan Hamroh tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida 1000 nafar ustoz tadbirkor xotin-qizlarga 50 million so'mgacha grant ajratiladi. Ushbu mablag' yashil va IT sohasidagi loyihalarni amalga oshirish hamda kamida 5 nafar xotin-qizlarning tadbirkorlik boshlashiga ko'maklashgani uchun berilishi ko'zda tutilgan. Dastur doirasida shuningdek ijobiy kredit tarixiga ega bo'lgan xotin-qizlarga 100 million so'mgacha garovsiz kredit ajratiladi. O'zbekistonda 2025-yilning 1-aprel holatiga ko'ra 56,3 mingta sanoat korxonalari faoliyat ko'rsatmoqda. Yanvar-mart oylarida ular tomonidan 211,3 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Sanoat sohasining yillar davomidagi o'sish reytingi 2021-yilda 91,5%, 2022-yilda 114%, 2023-yilda 131%, 2024-yilda 166,4%, 2025-yilda 211,3%. 2025-yilning 1-mart choragi yakunlariga ko'ra O'zbekistondagi o'rtacha ish haqqi 5,796 ming so'mni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 18% ga ko'p. Oylik maoshlarning eng yuqori miqdori Toshkent shahrida 9,889 ming so'm, Navoiy viloyatida 7,331 ming so'm, Toshkent viloyatida 5,435 ming so'm. 2025-yilning aprel oyida iste'mol sektoridagi tovar va xizmatlar narxlari o'rtacha 0,7% ga qimmatlashgan. Iste'mol narxlarining oshgan tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari narxi 0,8% ga, nooziq-ovqat tovarlar narxi 0,4% ga, aholiga pullik xizmatlar ko'rsatish narxi 1% ga oshgan. Mazkur hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun 10 mingdan ortiq savdo nuqtalari va xizmat ko'rsatish obyektlaridagi 170 mingdan ziyod narxlar o'rganilgan. Iqtisod 24 dasturining bugungi sonidan o'rin olgan mavzu hamda tahlillarimiz ana shulardan iborat edi. Keyingi yakshanbada yana efir orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.